Baxtli bo'ling. Bo'ldi, kelin. Endi borib bitta issiqqina choy damlang. Boygina damlaganim Adajon olib kelib beraymi? Oy, tirik bo'lganda menga issiqqina choy qilib berardi. Bor aytganlariniki? Xo'p. Kelin, bugun kechga manti qiling. Manti yegim kelib ketdi. Boya mastava qil deganingizga mastava qilib qo'yma Adajon. Mayli, o'zimdan o'ylab qarasam mastava ichkim kelyapti ekan. O'g'lim, nima kech? Dada, tinchlikmi? Nima yig'layapsiz? Kelinimga manti qilib ber desam, mastava teshib chiqadimi, dedi. Oy, tirik bo'lganda qilib berardi manti. Men unaqa demadim-ku. Nima yig'layapsiz, dada? Kelinga kirlarimni yo'q desam, yuvmabdi. Oy, tirik bo'lganda yuvib berardi. Ha, uyda kir moshina bo'lsa, shuni parashokni tashlaysiz, yuvib tashlaydi. Qanaqa parashok? Nomini ayta olmayman, reklama bermagan bizga. Yana nima bo'ldi, dada? Xotiningga televizor pultini olib ber desam, olib bermadi. Oldingizda turibdi-ku. Oy, tirik bo'lganda shuni olib berardim. Ja oshirib yubordilar-de. Kelin, kiyimlar olib qayerga ketyapsiz? Uyda eski kiyimlar ko'payib ketdi. Adajon musorga tashlab keling. Yaxshi fikr, zo'r fikr. Qayerga ketyapsan? Yo, ketgan. Adajon meni uydan haydab yuboryaptilar. Uyda bo'lmaga qolmagani uchun. Mendan ancha o'rganyapsiz, kelin. İşte sen genç defiller vilon